Assalomu alaykum o'rtoqlar. Har doimgidek Oxunat oshxonasidamiz, o'zimiz oshxonada. Bugun yakshanba, odamlar oz. Montalar bo'lyapti. Mana 70 yildan beri asaka xalqiga mana shu Oxun monti deb monti yetkazib beramiz, xudo xolasa. To'g'ri, endi monti bir xil joylarda kattadir, bir xil joylarda. Adamlar buni chiniga solyapsa ekan, mont sho'rvami bu? Ha, mont sho'rvaga ekan. Bir xil joylarda kattadir, bir xil joylarda xamir yupqadir, lekin bunaqangi mazaligi yo'q. Unga ming foiz gapimga javob deb bergan. Bir kelib tatib ko'ringlar. Lekin bitta gap ham bor. Tan va did borasida tortishma deydi. Yo'ldosh aka mana shu yerda tan va did borasida tortishma deydi, lekin kelib bir yeb ko'rsanglar, mana 70 yillik o'zgarmas tan. Yana qaytlarda bor shunaqangi tarixiy, masalan, tarixiy emas, mana 70 yil ham chakana vaqt emas u, shunaqa uzoq suloladan sulolaga o'tib keladigan nimadir mana shunaqa mahsulot chiqaradiganmi, taommi, nima yana shunaqa tarixiy joylar bilasizlar? Aytinglar, kommentlarda gaplashib o'ramiz, xudo xolasa.